turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizga dars ketayotganligining 3 ta asosiy belgisi. Sahifamga obuna bo'ling. Bundan qiziqlari hali oldinda. Birinchisi, emotsional sovuqlik. Ya'ni siz muhim voqealarni, his-tuyg'ularni turmush o'rtog'ingizga aytishdan avval boshqalarga gapirishni boshladingiz. Ikkinchisi, kelajak haqida rejalarning yo'qligi. Ya'ni siz endi biz deb emas, men deb rejalashtiryapsiz. Faqat kelajakda men bor. Uchinchisi, sizda ayblov va tanqid kuchaygan. Ya'ni turmush o'rtog'ingizga siz doim shunaqasiz, siz doim meni tushunmagansiz, oilamiz uchun faqat men qayg'uraman deb faqat tanqid va ayblov qilyapsiz. Bunda siz insonni emas, faqat uning ayblarini ko'ryapsiz. Sizda qaysi biri ketyapti? Siz qaysi bir xatoni takrorlayapsiz? Bu munosabatlar tugadi degani emas, munosabatlar ustida ishlash kerak degani. Izohlarda yozib qoldiring, birga tahlil qilamiz.